Toshkent viloyatidan arzongina yer topib qo'ydim. Narxini oxirida aytaman, bitta laykda qizartirib bonglatib qo'ying. Bu videoni tanishlarga jo'natib qo'yadigan video. Xullas, Nurafshon shahridan 1,5 kilometr o'tgandan keyin O'rtachirchiqdagi, ya'ni Kalsodisi ko'pchilik biladigan joyda. Xullas, bu yog'i katta trassa bilasizlar. Oqqo'rg'on yo'li bu yoqqa To'ytepaga qarab. To'ytepaga 2,5 kilometr atrofida masofa bor, taxminan shunaqa. Bu yog'i Toshkent dengizi. Xullas, endi yerni ko'rsatay. Qaranglar, akalar. Ayniqsa hoji akalarga, tanishlarga, puldor akalar ko'rsa o'zi qanaqa biznes qilishni o'zlari bilib olishadi. Mana u yer. Qanaqa biznes qilsa bo'ladi yoki qanaqa uy solsa bo'ladi yo'l ustiga. Qarang, mana shu joylarda bemalol o'zingizni qurilishingizni, yeringizni qilib olsangiz bo'ladi, akalar. Like bosmadingizda hali ham bitta like'ni bosib qo'ying. Like qizg'amang, bizga ijodimizga nima deydi? Motivatsiya bo'ladi-da bu. Xullas, mana shu joyda narxi 8000 deyishyapti, ya'ni o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor. Pastda egalar nomerini qo'yib qo'yganmiz. Telefon qiling, baraka qilib oling. Bu joy sizga bo'lsin.